spiskada mana hamma bor, hamma pastradan ishlaydi mana. Qarang. Hamma mana bugungi ostiga soatini ko'rsataman. Qarab qo'ying mana. Mana chipsosi. Soatini ko'rsatamiz. Mana hamma bor. Ko'ryapsizmi? Hamma mana ham bormi? Hamma bor. Qarang, endi qarang. Он даже моя фамилия была. Да. Onda mana bugun onda, lekin bizani kirgizishmayapti. Faqat 10 ta odam. Mana bizani sud nimaga bunaqa? Bu ochiq sud bo'lsa, yopiq sud bo'lmasa, nimaga hamma spiskada bordi? Nima haqqi bor? Nimaga asoslanib bizani faqat 10 ta kirgizib oldi? Bizaga ogohlantirish berishmadi. O'sha kuni aytdiki, hammanglar kelasizlar, soat 10 ga kelinglar dedi. Bizga aytmadi 10 ta odam kirgizaman demadi. Mana bu yerda spiska turibdi. Men tushunmayapman, bu nima bespredel? Bizani вообще оно джинни лохки chiqarib tashyaptimi? Я не могу понять. Никто не говорил по списку. Вы нарушаете наши права. Никто нам не говорил по списку. Вы нарушаете наши права, пропускайте нас. Потому что он на стороне мошенников. Все они. Еще вызвали на нас вот ОМОН, получается. Для чего? Дымо прет. Чтобы завтра бы пришла. А нема буlarni o'qib? Меня не имеют права знать. Я знаю. Единственное, это на Мы просто стоим там, никого не защищаем. Женщина, не закрывайте вы себе это, уши, не закрывайте. Из-за ваших мужей мы 3 года уже. Меня верные тики идут. А на том свете отвечать будете? У них желудок большой, желудок слишком большой. Почему звоните? Что? Haromga o'rganganlar harom boqadi buni. Harom yeb basharasiga ham tushib ketadi. Yaxshi qo'l bilan yurgan. Yani довольны o'tirib bu shekilde. Kepkelar kiyib shaka. Bola chaqasiga yediradi. Почему жена под судью пропускаете? Пускай в зону пойдет, там посмотрит. Kanalda var kursun bunu. Bu temel. Burada qamoqxonaga borib ko'rsan yerim. Bo'pti emas. Bizni ko'rishimiz kerak hozir bilan. Да. Ketmasmi endi uni? Сейчас открою. Bugun sudning ikkinchi bosqichi boshlandi. Birinchisi boshlanmasdan tugagan edi. Aytganimizdek aytib yoritdik. Endi ikkinchi zasidaniyaga hamma chaqirildi. O'sha kuni aytishdiki 21-kuni 26da kelasizlar soat 10 ga. Shu hammanglar dedi, shu 300 ta odam bor edi. Endi bugun biz hammamiz soat 10 ga kelganmiz. Juda ko'pchilik bor. Lekin negadir 10 ta odamni kirgizishdi. Bu ochiq sudku, bu yopiq emas. Bizni o'tib bo'lishimizga haqqimiz bor sudda. Biz nima bo'lyapti, nimaga uni xuddi ana засекреченный bekitib 10 ta kirgizishyapti. Biz hech nimani bilmaymiz. Bu haqqi yo'q bunaqa qilishga. Kelgan elektronniy spisk turibdi ichkarida, uni ham oldik. U yerda biz hammamiz bormiz ro'yxatda. Mana bormi bugunga? Lekin vaholanki bizlar 10 ta kirgizishdi. Nimaga? Nima haqqi bor? Nima bizning haq-huquqlarimiz doimo qilinmoqda. Ochiqchasiga men tushunmayapman. Nimaga meni haqqim yo'q o'tda bo'lishga? Meni haqqim bor. O'tda bo'lishimiz kerak, hammamiz kirishimiz kerak, eshitishimiz kerak nima bo'lyapti. Nima bizlar 10 ta qilyapti.
года оббиваем пороги. Так устали. МВД, РОВД, ГУВД, Ешнабад, всякие, какие там еще были у нас. Никто уже надоело нам ходить. Сейчас дошли до суда, они нам тоже тут будут неизвестно что устраивать. Уже сил нету никого слушать. Что они нам здесь сейчас скажут? Мы не знаем. Будет ли вопрос решаться в нашу пользу? Мы тоже не знаем. Понабрали кучу адвокатов этим уголовникам. Все сидят адвокат на адвокате. Все, защита плотная, а мы стоим. Мы потерпевшие, мы сейчас без адвокатов, без ничего. Сами будем себя защищать. Будет ли суд на нашей стороне? Как вообще? Будет ли, что говорит прокурор, будет ли на нашей стороне, или все будут опять на стороне этих мошенников? Все только их защищают. Bugun 26 may sudga kelganmiz. O'tgan hafta 21 mayda kelgan bo'lsak, hech narsa etmagan bizga. Sud to'xtatishdi. Uy ham yo'q, pul ham yo'q. Qancha kutishimiz kerak? Bir narsa bo'ladimi, yo'qmi? Shuni hal qilib beringlar bizga. Anchadan beri qatnaymiz. Ularni уже to'xtatib qo'yishgan stroykani. Borsak yopiq, nima qilishni bilmaymiz. Shet oxirgi bizani hal qiladigan joyimiz. Faqat sizlardan umid qilamiz.